Qanday mahartim bo'lamdi ekan, ha? Atrofga bir muncha odam yig'ib oldim. Xaloyiq, qaranglar. Menga meyveden birini beringlar. Men axlab beray. Sizlar Ey Hashim, o yerda yaqyurtliq birisi qilishvozlik qilib yetibdi. Berib ko'rib baqayli. Ha? Ko'rib baqay. Bazirimni kim tatib oldi ekan qani? Ben sizlarga qani mahoratimni ko'rsatib qo'yay. Qaltis maharati bor ekan, ha? Qo'lidagi qilish ajib tonishda ko'rindi-ku. O hiyliq palvonga o'xshaydi ekan. Qolaqonlardan tutib alinglar. Qaysanlar mening bu qilichimni yenga olsanglar, men uning 50 tilla beraman, 50 tilla. 50 tilla. Nima degan yaxshi. Alem, biz Nasriddinning qilishini elib musobaqa qatnashaylik. Nasriddin hargiz bundaq ishni qilmaydi. Qilish. Taqay, midirli ba. Sizib oldim. Kelib ko'rib baq. Bay hocam, hech nima bo'lmaganlar, ha? Hech nima bo'lmadim. Anlasam, sizlarning uyda bir qilish bor ekan-ku. Qilich? Yo'q. Uyinglarda esil qilishning borlig'ini butun kentkilar biladi ekan. Meni oldi uchunmi? Sizlar davatgan esil qilishmish shu. Hamsa men buni ko'rib baqay. Ishingni qilavergin. Bo'ladi. Biz berib rasm chizaylik. Nasriddin, ko'rib bo'ldim. Ola. Bay hocam, siz almashtiryaplar. Bu senin kılıçınma? Sen de bile besleşmek şu mu? Bu yerdekilerden emmisi aldamçıken sen konu kamerağını kötürüp gelip ben bile besleşmekşim ha? Neymiş qondaq deysiz? Bu yerden Nasriddin isimli bir balı varken o konu kamerağını kötürüp gelip inimle aldaptı. Asli palvonning aksi ekan-da. Men shu Nasriddin degan. Emsi yaxshi. Men sen bilan haqiqiy tutishib bakmoqchi. Chataq yo'q. Elishqa har vaqt tayyorman. Nasriddin aka g'ayrat qiling. Birinchi maydonda nimadan baslashimiz? Yamaç kesişti besleşeyli. Ay. Amisa boshlaylik. Ay ay.
Sana geldi Nesir'de. Bo'ladi, qarab turinglar. Bu maydonda men voz kechdim. Endi nima qilay deysan? Rostdan voz kechdingmi? Nasriddin akamning o'zining o'ylaganlari bor. Ikkinchi maydonda qilich o'ynatishni baslashaylik. Sen zada nima qilmoqchi Nesir'den? Qarang. Nasriddin aka qattiq kelsin. Qanchalik qiyin ishdi bu. Endi mening karomatimni ko'ringlar. Polvon, siz yog'och keslashga nimondoq omroq. Eng oxirgi maydon. Qani ilish baqayli. Kimning qilichi eng o'tkir? Bo'ladi. Lekin bugun yerib ketdim. Ati baslashaylik. Ma'qul. Nesir'den ati mijiqni chiqarib atmisan. Hoy. 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 Pa, Abbas aka, qaltiskansiz. Hoy, Nasirdan, biror ishing bormi-te? Abbas aka, sizdan yordam so'raydigan bir ish bor edi. Ha. Nesir'den sen vakillik erkensen o'rniga boshqa birisini baslashtirmoqchimi? Ansirmang palvon, yengilishni tixi hech kim bilmaydi. Qani kela. Sana o'zimni bir ko'z qo'ymasam. Hoy. Ay! 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 Seni şat oku yürek! Yomon bo'lsang, qani chiqmamsan. Bo'ladi, to'xtab tur! To'xta! Qabirak, sana yordam kerakmi? Ay! Yaxshi qildingiz, Abbas aka. Maqtug'chiligi yo'q. Mening bekletishimga tegding. Endi men seni oyab o'ltirmayman, kela. Ehtiyot qiling. Az qoldi. Az qoldi. Yamanligimni bilgansan, nega qochsan? Qilich qara, to'xtab tur. Ay! Hoy! Qilichingga qarab baq. Esilmikan? Hoy! Undaq qilma, bu qilishni jinimdimi yesiz ko'raman, undaq qilma. Ma'qul. Turg'iningizga tanbagansiz? Qandaqmi ustirib qo'ygandim, meni bu esil qilichim qandaqmi ustirsin. Qilich u bir qurol. Gap uni ishlatgan odamning qandaq shiltishida. Men ustirdim. Tez kelinglar. Bu Menbayning esil qingriqi. Katta polvon yenglagan qingriq. Jahonda tangdishi yo'q qingriq. Kelinglar. Jahonda tangdishi yo'q qingriq bu.